1,5 ming dollardan Matizlarning hammasi, 3,5 ming dollardan Sparklarning hammasi. Eng arzonida va'da qilingan bomba yangilik, bittada 10 ta mashina, daji olib sotarlarni ham 7 uxlab tushiga kirmagan nerealniy arzon narxlarda. 1,5 ming dollardan Matizlarning hammasi, 3,5 ming dollardan Sparklarning hammasi. Va bu mashinalarning hammasi but-butun, ishi yo'q, xizmatga tayyor, chotki mashinalar. Tushunishingiz uchun aytaman, ichida daji avtomat korobkalari ham bor, ko'pini metan gazlari ham bor, tayyor, chotki mashinalar. Hozir bu Sparklarning hammasini 5 ming, 5,5 mingdan bemalol sotsa bo'ladi. Bu Matizlarni ham bemalol 2,5 ming, 3 mingdan sotsa bo'ladi. Shartni sotib olib ustiga foydasini qo'yib soqqa qovurish xayolingizga kelayotgan bo'lsa, shoshmang. O'zingizni ham bizning ham vaqtimizni ketkazmang, chunki bu mashinalar bizning Instagram va Telegramimizga obuna bo'lgan obunachilarimizning ichidan oilasida mashinasi yo'q, mashina olishga puli yetmayotgan qiynalganlar uchun beriladi. O'zbekistonda kambag'allikni qisqartirish uchun qilinayotgan xatti-harakatlarga o'z hissamizni qo'shsak, xursand bo'lamiz. Biz sababli kambag'allik uyga mashina kirsa va ana o'sha mashina orqali qora qozonni qaynasa, maqsadimizga yetgan bo'lamiz. Ertaga 23-dekabr kuni ertalab soat 10 da Telegram kanalimizda telefon nomerlar qo'yiladi va u nomerlarga telefon qilsanglar, eng arzon kanal xodimlari javob berishadi va obunachilar ichidan haqiqatan ham shu mashinalarga ehtiyoji bor odamlarni tanlab, ana o'sha odamlarga mashinalarni topshiramiz. Har bittasini egasi bilan men video qilib joylayman. Bu videoni maksimal tanishlaringizga jo'natib qo'ysangiz va kommentariyada ularni atmetga qilib qo'ysangiz, shu yaxshilikka sherik bo'lgan bo'lasiz. Mabodo bu mashinalarga ulgura olmagan taqdiringizda ham Telegram kanalimizda har kuni 40 ta 50 ta kamida mashinalarni e'lonlarini joylayapmiz. Juda ham arzon narxda. Xudo xohlasa bu boshlanishi, hali tekinga mashina berishni ham niyat qilganmiz. Sizlar shunchaki Telegram va Instagramimizga obuna bo'lib, layklar bilan poddershka qilib tursanglar bo'ldi. Bundan arzonini topa olmaysizlar, chunki bu eng arzoni.